Mana shunaqa butilka ko'rganmisizlar. Vodorodni suv qiladigan, ichiga bezga suv, toza suv solasizlar. 3 minutda suvni vodorodga to'yintirib, antioksidant suv qiladi. Bu mashinada olib yurishga oz kunlar sifatdi-yu. Toza suv solasizlar, magazindan 0.5 olib, uni zaryadga qo'yib ishlatsanglar bo'ladi. U vodorodni suv antioksidant. Молочный kislotani ham parchalaydi. Sport bilan shug'ullanayotganlar, zalga chiqadiganlar, dietadagilar mana ozadigan suv deysizlar-ku. Xohlagan ishlatasizlar. Ichida ikkita plastinasi bor, titandan, platinumdan. H2 ni 2 ga ajratib, molekulyar vodorodga to'yintirib, lechebniy qiladigan apparat. Bu kichkinasi, kattalari ham nalichida sotuvda bor. Bu-chi, ana foydali tarafi detoksga ham yordam beradi, metabolizmni ham tezlashtiradi. Ota-onalarga olib bersanglar bo'ladi, qon suyutirishga ham qisman yordam beradi. Bu davolamaydi, lekin oddiy suvni foydaliroq qilib beradi. Ichida plastinasining hisobiga nalichida bor, bemalol quyib ko'rasizlar, mashinada qo'yib ishlatib yursanglar ham bo'ladi. Kim energetik chiqqandan ko'ra shu toza suv ichib yurgan yaxshiroq har qalay.